Xurshid aka, dori vositalari sifatini nazorat qilish va standartlashtirish laboratoriyasi zimmasiga bugun qanday vazifa yuklangan va 1600 ta holatdan siz qanday xulosa qildingiz? Demak, hozirgi kunda dori vositalarini sifatini nazorat qilish bo'yicha farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markazi va uning qoshidagi laboratoriyalar hamda qo'mitalar faol ish olib borilmoqda. Bu bo'yicha barcha jarayonlar elektron tizimlashtirilgan. O'zi dori vositalari hamda tibbiy buyumlar O'zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelishi ikki bosqichli himoya bosqichidan iborat. Ular avval dori vositalari va tibbiy jihozlar davlat ro'yxatidan o'tkaziladi hamda O'zbekiston Respublikasi davlat reyestriga kiritiladi hamda kiritilgandan so'ng bularga 5 yillik guvohnoma beriladi hamda uning dori vositasining xavfsizligi bo'yicha qo'lida pasport shakllanadi hamda 5 yil davomida endi bu dori vositalar aynan shu pasportga mos ravishda O'zbekiston hududiga olib kirish ta'minlanishi kerak. Ya'ni u yerda dori vositalarining xavfsizlik ko'rsatkichlari belgilangan bo'ladi. Ikkinchi himoya bosqichimizga bu sertifikatlashtirish tizimi. Bu yerda ham dori vositalari o'sha 5 yil ichida olib kirilishiga ruxsat berilgandan so'ng sertifikat guvohnoma rasmiylashtiriladi. Bu yerda dori vositalar xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha laboratoriyalardan qoniqarli natijalar olingandan so'nggina ularga muvofiqlik sertifikati beriladi va dorixona peshtaxtalaridan joy oladi. Bu ikkita yo'nalishda dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazish hamda sertifikatlashtirish tizimi to'liq elektronlashgan bo'lib, inson faktori maksimal darajada kamaytirilgan.